Yaxshi. Endi salom, jim, ovozingni chiqarma. Agar bitta ortiqcha g'alati qilsang, otib tashlayman. Ichkarida qancha odam bor? Ha, bilmaysan. Shu yerda ishlaysan, lekin ichkarida qancha odam borligini bilmaysan-a? Meni ichkariga qo'yib yuborasanmi? Demak qo'yib yuboribsan, to'g'rimi? Qani, senda nimalar bor? Va buni qaranglar, inventariyam bo'sh. Sen o'zi menga umuman keraging yo'q ekan, shuning uchun ham xayr. Men ichkariga sensiz ham kira olaman. Bo'ldi. Jin buni. Mayli do'stlar, hozir bu yerdan sirpanib o'tishimiz kerak. Yotib, yaxshi. Tepaga va odam jin qayerdadir itakilyapti. Menda bitta faqat bir savol, bu yigit qanday qilib ichkariga kirib chiqadi? Mayli, o'ylash kerak. Agar bu yerdan chiqa olmasam, ichkariga aniqrog'i kira olmasam, bu juda ham katta muammo bo'ladi. Axir ichkarida barcha jinoyatchilar bo'lishi mumkin. Ularni esa birdaniga otib tashlashim kerak. Do'stlar, mana bu albatta muammo. Lekin muammo unchalik ham katta emas. Balki devordan oshib o'tarman yoki eshikni otishim ham mumkin qulfni, lekin qattiq ovoz chiqadi, chunki bu temir. Mayli, yog'och eshik bo'lganda biror nima qilsa bo'lardi. Mayli, hozir do'stlar kelinglar. Bu yerdan emaklab sekingina chiqamiz va mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Buni qaranglar. Bug bo'ldi va tepaga chiqib qoldim. Lekin u yergacha o'ta olmayman. Buni ham hisobga olishgan. Unday bo'lsa, eskichasiga ota-bobolarimiz Ikkinchi jahon urushida qilgandek, sekingina bu yerni kavlab o'tamiz bunday qilib. Yaxshi, endi sirpanib o'taman. Mana bunday sekin emaklab bo'ldi, orqadan bunday yopib qo'yaman. Chiqishga osonroq bo'lishi uchun sekin. Yaxshi. Yomma, tiqilib qolyapman. Jin ursin. Qanaqadir 4-o'lchamga tushib qolyapmanmi? Bo'ldi. Bu yerdan endi sekingina chiqamiz va qo'riqchilar yo'q, buni qaranglar. Yoki men ko'rmayapmanmi? Jin ursin bor ekan, qo'riqchilar bor. Mayli, lekin bu meni qo'rqitmaydi, chunki ularni otib tashlashim mumkin va mana do'stlar, aytganimdek ikkita qo'riqchi turibdi. Tepada minorada ham bo'lsa kerak, chunki u minora bu yerda bekorga turmagani aniq. Mayli, aylanib o'taman. Agar bu yerda qo'riqchilar bo'lsa, sekingina tinchitamiz. Lekin qo'riqchilar ko'rinmayapti. Faqat shu yerda, xo'sh. Bu yerdan ko'rmas ekanman. Mayli. Hozir o'tib olamiz. Mana bu yerga binoga kirish kerak. Tepada rostdan ham odam bor ekan. Kelinglar, otishga urinib ko'ramiz. Bilmadim, nishonga tegadimi yoki yo'q. Menimcha tegmasa kerak, chunki u juda ham uzoqda va balandda. O'qlar esa yetib bormaydi. Axir men nishonga yaxshi ura olmayman, chunki otishni o'zim o'rganganman. Mayli, nima bo'lsa ham sekingina bu yerdan o'tamiz. Xo'sh, sekin bu yerda do'stlar, mana qo'riqchilar yana ikkitasi turibdi. Buni qaranglar, xuddi menga o'xshab kiyinib olishgan, faqat yenglari ularda uzun. Xuddi meningdek zirhnincha va bo'ldi. Qurollari ham meningdek. Aniqrog'i ularda beretta. Mayli, hozir o'qlab olaman va jangga chiqamiz. Yoki bilasizlarmi, hozir bu yerdan o'tsam ko'rib qolishlari mumkin qo'riqchilar. Mana bu yerdagilar, mana do'stlar turishibdi ikkalasi. Bu yerdan o'ta olmayman, jin ursin. Xudo, mayli, hozir aylanib o'taman. Sekin. Jin ursin, otib qo'ydim. Mayli, yugurdik. Bo'ldi. Endi esa bu yerdan o'tishimiz jin ursin, sekin. Bu yerda. Menimcha bu boshliqlar bo'lsa kerak, kompyuterga qarab turibdi. Mayli, meni sezgani yo'q. Bu yerga o'tamiz. Bu yerga va bu yerda hech kim yo'q. Yaxshi, bo'pti. Sekin mana bularni otishimiz kerak hozir. Do'stlar, bu juda ham qiyin bo'ladi. Jin ursin, boshim joyida. Mayli, lekin ichi bo'sh. Hozir bularni otaman. Jin ursin, qayerga qarashyapti bular? Mayli, 1 2. Yaxshi, endi minoradagini otish kerak, lekin ota olmayman. Shuning uchun mana bu yerda narvon bor ekan. Yaxshi. Axir qanday chiqishgan bo'lishadi? Sekin otsammikin? Yo'q, yaxshisi kesib tashlayman. Oppa. Bo'ldi. Yana bittasi minus. Endi esa ichkaridagilarni otish kerak. Xo'p, mayli do'stlar, hozir 1 2 va 3 4 5. Salom, mehmonlarga topingiz qanday? Jin ursin o'tyapti, lekin menda yaxshi zirhnimcha bor. Mana chiqchi, mana. Bo'ldi. Yaxshi, xo'sh, bu yerda buni qaranglar. Boss shu yerda. Hozir uni ham otib tashlaymiz. Mayli.
kirishim kerak. Shunda bo'ldi. Yaxshi. Ha, buni qaranglar. Boss. Balki boss emasdir. Yana kim biladi? Mayli, uni o'ldirdim. Endi esa yo'q, o'lmagan ekan hali. Ha, rostdan ichib olgan. Xo'sh. Xonimni qaranglar, qo'llarini ko'tarib olganlar. Qo'limni ko'tarsam o'ldirmaydi deb o'yladingmi, ha? Sen ham shulardan birisan va seni ham xuddi ulardek osib tashlayman. Faqat bir nechta savollardan keyin. Bu hozir o'lgan odam sizlarning boshlig'imidi? Yaxshi. Demak, boshliqni o'ldiribmiz. Xo'sh, pullarni, aniqroq noqonuniy pullarni yuvishingiz rostmi? Aha. Markaziy bankka ham hujumni sizlar uyushtirgansizlar, shunday-a? Tushunarli. Boshqa ilojing ham yo'q, chunki baribir o'lasan. Shunchaki savollar birozgina umringni uzaytirganda. Bo'ldi do'stlar. Hammani o'ldirdik, balki hammani emasdir, lekin endi bu baza ochiq qoldi va biz hozir xonalarga kirib ko'ramiz. Chunki menga juda ham qiziq bu yerda nimalar borligi. Buni qaranglar, mana bu ikkita bino va 3-bino. Xo'p, mayli, bir boshdan boshlaymiz. Shundoq ham 3-binoni ko'rdik va bu yerda hech kim yo'q. Rostdan ham. Balki ichkarida bordir. Xo'sh, sekin. Va yo'q, hech kim yo'q. Jin ursin. Do'stlar, buni qaranglar. Qurollarni terib qo'yishgan MP5larni. Ajoyib. Bu yerda nechta MP5 bo'lishi mumkin, do'stlar? Kim erinmasa sanab chiqsin. Bu yerda 3 tadan 6 ta, menda albatta Vityaz, lekin MP5ni olmayman, chunki bu o'zimga qadrdon bo'lib qoldi уже. Shuning uchun ham MP5larni shu yerda qoldirib ketaman. Menda mana shu Kalashnikov avtomati asosida yaratilgan Vityaz qadrli ruh. Va buni qaranglar. Qo'rqchilar. Nima deyishyapti, xo'sh? Sezishdi. Bu yaxshi. Hozir hujumga o'tamiz. Mana shu yerdan o'tsammikin? Yo'q. Do'stlar, kelinglar. Mana bu yerdan sekingina o'tamiz. Balki ichkariga yashirinarmiz, do'stlar. Yo'q, yashirinishdan foyda yo'q. Menimcha, baribir ular tekshira boshlashadi, shuning uchun ham topib olishadi. Mayli, bularni ham o'ldirib tashlayman. 1, 2, 3 ketdi. Yaxshi. Bo'ldi, ikkitasi ketdi. Bular hatto sevishgani ham yo'q. Endi bularni ham otaman. Yaxshi. Bo'ldi, hamtasi o'ldi va mana sekin otyapti. Jin ursin. Yo'q. Yaxshimki zirhni necham bor. Aks holda juda ham ko'p qon yo'qotgan bo'lardim. Va bo'ldimi? Rostdan do'stlar, bo'ldi, hammasi o'lishdi. Ajoyib. Va jinoiy guruhni qirib tashladik. Nahotki. Bu yerda-chi? Bu yerda M4lar. Xuddi politsiyanikida. Ana do'stlar, ko'rdinglarmi? Mana shu isbot bo'la oladi. Politsiya bilan bular birga ishlashiga. Chunki politsiyada aynan shunaqasi bor edi. Meni o'ldirishga kelganlarida. Bu yerda yuk mashinalari xuddi bankka hujum kunida turgandek taksi bilan birgalikda. Do'stlar, va yana bilasizlarmi, sizlarga bir narsani tushuntirmoqchiman. Mana ko'pchilik savol beryapti, nimaga o'zi bu ishni qilyapsan? Axir uy olmoqchi eding, nimaga jinoiy guruh bilan aralashyapsan deb. Gap shundaki, do'stlar, bu jinoiy guruh nima desam ekan, bankni o'g'irligida, bankdagi begunoh odamlarni o'lishda, undan tashqari bombijlarni ustidan qilingan tuhmatlarda aybdor. Agar ular tuhmat qilishmaganda, bombijlarni tutishmasdi, o'ldirishmasdi va meni ham o'ldirishga harakat qilishdi. Undan tashqari juda ham ko'pchilik bularni dastidan ziyon chekdi. Men esa ularni hammasini qasosini oldim. Shuning uchun ham bo'ldi. Mana endi buni hozir keraksiz o'qlarni chiqarib tashlay va qayta o'qlab olay. Bo'ldi do'stlar, shu bilan bizni nima desam ekan, missiyamiz tugadi. Topshirig'imiz bajarildi. Endi qaytsak ham bo'ladi. Endi sizlarga va'da beraman, bu ishlar bilan aslo shug'ullanmayman. Endi hech kimni o'ldirmayman, chunki barcha yomonlar o'ldi. Meni vazifam bajarildi, qurollarimni esa tashlab yuboraman. Do'stlar, kelinglar oxirida to'ldirib qo'yay. Chunki yana kim biladi qachon ishlataman, balki umuman qurol ishlatmasman endi men bor yo'g'i oddiy hayot kechiraman. Aytgandek, hali qishgacha yana 1-2 oy bor. Shuning uchun ham harakat qilamanki uy olishga. Ungacha esa nima deyishim mumkin? Meni shu vaqtgacha kuzatib kelganlarga katta rahmat. Umid qilamanki, meni mana shunday sarguzashtlarga boy hayotim sizlarga yoqdi degan umiddaman.
Agar yoqqan bo'lsa kommentariyda yozib qolishingiz mumkin va nimayam qilardik. Afsuski shu yerda serialimiz nihoyasiga yetadi, chunki u yog'iga men faqat va faqat ishlayman va boshqa hech narsa qilmayman. Tomosha uchun hammaga rahmat va xayr. Не выливай, но эти люди по-любому никогда не выливают. Курить, да, мало, и руку, курица,